Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Mana keyingi eshiklarimizni qaytib olib keldik. Mana ko'rib turibsizlar, bular haqiqiy mokriy eshiklar. Mana chap tomonda ikkita eshik, ikki taraf. O'ng tomonimizda ham ikkita eshik, ikki taraf. Bu yerda o tepalarga olib keldik, tepalarga o'rnatib qo'ydik. Eplar seplab o'rnatib oldik, o'rnatib bering dedi. Ko'rib turganinglardek juda ham chiroyli tepalarimiz. Mana pastdagilar mana O'zbekiston bo'ylab dastlabkalarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustanovkasi ichida bemalol murojaat qila olasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like podpiska bosib qo'yamiz, kanalimiz keyinroq tarqalish uchun. Mana bular ichkari ko'rinmasin. Gulli ayni qo'yib beringlar dedi, men qora gulli ayni qo'yib berganmiz. Tepasiga oddiy qora qo'yildi. Chiroyli chiqadi. Zamonlarimiz ham yaxshi zamonlardan qo'yganmiz. Ularni hozir penalab qisib qo'ydik. Xudo xolasa yaxshi. Mana bu tomonlarimizda. O tepalarda ham mana romlarimiz turibdi. Ikki tomonda ham bor. Eshiklarimiz juda chiroyli chiqqan, pardozlari ham juda ham yaxshi. Oynalar germetiklangan, taraqlamaydi, gupillaydi mana. Kichkina oynalarimiz ham. Mana hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzib so'rab qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.